o'tgan safargi davlat tashrifi edi. Bu safar rasmiy tashrif. Va o'tgan safar faqat O'zbekiston edi. Bu safar O'rta Osiyo. Ochiq ayta olaman, misol uchun 7000 ta o'zbek bo'ladigan bo'lsa, nechta tadbirkor bor degan narsada. Qaysi ma'noda ochiq holatda bo'ldi. Kelishaylik, natijaga erishaylik, nizolar hal. Ya'ni hattoki Rossiya ham bu formatni qabul qildi. Nima uchun tashqi savdoda rolimiz yo'q desak, bitta qarash kerak, hukumat o'zgardi. Yangi hukumat keldi, Takaychi Sanay birinchi ayol bosh vazir, Yapon temir xotini. Bu safar nozik masalalar bor. Ish kuchiga ehtiyoji bor. O'rta Osiyo bu potensial bor. Yangiliklarda, newslarda yoki uchrashuvlarda ham migratsiya masalasi ko'tariladi. Takaychi hukumat 75% Mong'oliya support qilyapti. Buni Yaponiyada akalar bu yerda resurs yo'q. Bizga neft sotolmaydi, bizga gaz sotolmaydi. Takaychi hukumat aytdiki, "Yo'q, bizga kelayotganlar boy, tabiiy resursga boy bo'lgan davlatlar keladi, biz ularni." Bunda ham ikkinchi masala. Logistika Rossiyadan o'tkaza olmayapti. Yaponiya nomer 1. Lekin O'zbekistonda bitta ham hatto diler masalasi, ya'ni migratsiya masalasi, misol uchun 2019 da bilamiz, juda kam edi. To'g'ri, O'zbekiston migratsiya bo'yicha ham kelishuvga erishdi. Ya'ni O'zbekiston bilmaydilar, O'zbekistondagi imkoniyatlarni bilmaydilar. Shuning uchun Yapon kompaniyalari kirib borsa, biz qanchalik kadr ta'minlay olamiz? Yaponiya sadosi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Yaponiya sadosi podkastining 2-sonini olish niyatidamiz. Bugun Markaziy Osiyo plus Yaponiya sammiti haqida bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz ushbu sammit 19-20 dekabr kunlari Tokio shahrida bo'lib o'tdi. Bunga Markaziy Osiyoning 5 yetakchilari va Yaponiya bosh vaziri bitta stol atrofida jamlanishdi va yuqori darajadagi uchrashuv bo'lib o'tdi. Mana shular haqida bugun ekspertimiz bilan bitta mavzularda ko'rib chiqamiz. Yaponiya sadosi. Avvalambor tashrif haqida biroz mulohaza qilsak, bu tashrif prezidentimiz Yaponiyaga ikkinchi bor tashriflari bo'lyapti va bu tashrif oldingizdan ko'ra ancha ko'tarinki ruhda o'tganday nazarimda. Birinchi Muhriddin, sizdan boshlasak, siz ushbu vatandoshlar bilan uchrashuvda siz ham qatnashdingiz. Sizda bu uchrashuv qanaqa taassurot uyg'otdi? Avvalambor assalomu alaykum. Asosan uchrashuvni prezident kutib olish masalalari bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, juda ham ko'tarinki, aytganingizdek, juda ham ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Sababi prezident nimaga kelgandan beri, davlat hukumat tepasiga kelgandan beri ikkinchi bor Yaponiyaga tashriflari. Birinchisi faqat har safar dekabr 18 da kelishib olganda, dildan keyin 2019 da ham xuddi shunday bo'lgandi. Dekabr Nagoyadan boshlangandi unda. Shunday. Yana o'sha 18-19 dekabrlar edi. Dekabr, ya'ni 6 yil oldin Nagoyada xuddi shunaqa bo'lgandi. Bu an'anaga aylanib qolmasa bo'ldi deydi. Sanalar aynan bir xil. Keyin endi o'zim qatnashdim. Birgalikda endi shu yerda prezident kutib olish nimasi bo'lganda, endi yurtdoshlar ancha yil Yaponiyada ishlab kelayotgan katta yirik kompaniyalarda ishlayotgan yoki o'zbekistonlik student talabalar, ya'ni o'zlari suhbat qilish, muloqot qilish, salomlashmasiga ega bo'ldi. Prezident bilan yuzma-yuz ko'rib suhbatlashish degan narsa, bu ham bir ko'tarinki ruh berdi deb o'ylayman. Bu shu sammitlardan oldin ham menimcha yaxshigina kirish bo'ldi. Ya'ni Yaponiyaga kirib kelish masalasi. Dilshod, sizda qanday kechdi shu? Siz ancha o'zingizni shaxsiy ijtimoiy tarmoqlaringizda ham yoritib bordingiz. Qo'ldan kelgancha. Avvalambor assalomu alaykum. To'g'risi o'tgan oldingi safar prezidentimiz tashrif buyurganlarida 2019-yilda ham o'sha atroflar deydigan uchrashish shunaqa uchrashish imkoniyati bo'lgandi, lekin bu safar nisbatan yaqinroqdan uchrashdik va to'g'risi bu safar o'tgan safarga nisbatan esda qolarli yoki bo'lmasam bir ta'sirli bo'lgan narsasi o'sha suhbatlarni qaysi mavzularda bo'lishi prezidentimiz tomonidan oldindan aytilgan. Ya'ni nimaga o'sha mehmonxonaga yetib kelgan kunlari qaysi sohalarda gaplashish va nimalar kutilayotgani va bularning ortida qanchalik mehnat ketayotgani haqida deyarli to'liq ma'lumot oldik deb aytsak bo'ladi. Bu jihatdan ancha bizga ya'ni kelajakka nisbatan kuch va o'sha Yaponiya bilan O'zbekiston kelajak aloqalarida nimalar kutayotganligini bizga ancha taassurot
Ya'ni buni eshitish orqali biz Yaponiya va O'zbekiston aloqalari kelajakda qay yo'sinda rivojlanib boradi degan narsani bizni tasavvur qilishimiz uchun ancha yaxshi ma'lumotlar bo'ldi deb o'ylayman. Rahmat Dilshod. Isob aka, sizda qanaqa taassurot uyg'ondi? Ko'proq hayajon bo'ldi. Sababi o'tgan safar tashrifda 2019-yil tashrifda sizlar yaqin baribir o'sha jarayonda qatnashganingiz uchun shaxsan menda ilk bor bo'lgani hisobiga biroz hayajon ham bo'ldi. Undan tashqari shu mashinadan tushib kelishlar bilan asosiy ko'tariladigan, ya'ni oldilariga qo'yilgan maqsadlarni ochiqchasiga vatandoshlar bilan bo'lishgan juda xursand qildi odamni. Sababi anonim holatda emas, ya'ni biz shunchaki keldik yoki kirib keldik deganda, undan tashqari yana bittasi biz sizlarni kutyapmiz. Qaytinglar tezroq vatanga deb ularga chaqirib, keyin kelinglar, eshigim ochiq degan narsani aytib, biz sizlarni kutyapmiz degan gaplari ayniqsa odam jo'shqinlantirib, motivatsiya bo'ldi. Keyingi ishlarda ham yoki vatanga qaytishda ham nimadir bilan, qandaydir loyihalar bilan qaytish degan narsa oldiga odam maqsad qilib qo'yishi kerak ekanda, yana bir bor amin bo'ldi. Bunyod aka, sizda ushbu tashrif qanaqa taassurot uyg'otdi? Siz 2019-yil kelganlarda Nagoyada bevosita o'sha tashkiliy masalalarda o'zingiz qatnashgansiz. Yaqinda rasmga ham tushgansiz yonida turib. Bu safar sizda qanaqa taassurot bo'ldi? Avvalo rahmat taklif qilganlaringiz uchun. Loyihalaringizni qo'llab-quvvatlaymiz, xursandmiz. Davomli bo'lishini tilab qolamiz. Audiodan boshladingizlar, videoga navbat yetib keldi. Bundan keyingi sonlarni ham, to'g'risi audioda ham ko'pchiliklarni kuzatib, eshitib borardik. Buni ham follow qilib boramiz. Ya'ni o'sha Yaponiya masalasida turli xil mavzularni ko'tarib va bugun o'sha summit masalasi 19da haqiqatda ishtirok etganmiz. Va eng quvonarlisi bu tashrif Nagoyadan boshlangan. Bejiz emas, Nagoyada boshlanishi uchun ham o'sha nagoyalik yoki Nagoyada yashayotgan o'zbeklar ham harakat qilishgan va bu bir natija deb aytaman. Ya'ni yillar davomidagi Nagoyadagi yashayotgan o'zbeklar O'zbekiston bilan Yaponiyaning hamkorligiga turli xil sohada qaytib borib ishlash bo'ladimi, loyihalar olib borish bo'ladimi, universitetlar hamkorlikni bir samarali natijasi deb o'ylayman. Nagoyadagi o'zbekistonliklarni mehnatlari bor deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekiston bilan Yaponiya hamkorligida bu Yaponiya O'zbekiston hamkorligida Nagoya universitetini yoki o'sha roli katta. Shuning uchun ham bu juda muhim bo'lgan yoki o'sha Nagoya va Toshkent orasida hamkorlikni bo'lishi, bu yerda prezidentimizga o'sha faxriy doktorlik unvoni berilishi menimcha Yaponiyada yagona faqat bu safar ham uchrashuvda menimcha aytdilar. Men Nagoya universiteti professori ta'kidlash bo'ldi. O'sha jihatdan ham ayni universitetni bitiruvchi sifatida faxrlanamiz. Shuning uchun bu birinchi jihat bo'ladigan bo'lsa, o'tgan safargi davlat tashrifi edi, bu safar rasmiy tashrif. Va o'tgan safar faqat O'zbekiston edi, bu safar O'rta Osiyo. Ya'ni mana shu 6 yilda prezidentimiz o'sha O'rta Osiyodagi integratsiya masalasida rolini bilamiz. O'sha Japan News'larda ham boshqalarda ham chiqdi. Aynan O'zbekistonning O'rta Osiyoning integratsiyasi masalasidagi roli juda katta. Shuning uchun bu format ham yangicha format degan narsa bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi endi bu yerda o'sha summit bo'lganligi uchun ham siyosiy masalalardan tashqari biznes masalasiga ham alohida yanada urg'u berildi deb o'ylayman va vatandoshlar bilan o'tgan safar to'g'risi rejalashtirilmaganda yonida rasmga tushishimiz nasiba deb aytadi buni. Va vakil sifatida endi to'g'ri hamma bilan ko'risha olmaydi. Bu yerda 10 mingga yaqin o'zbek bo'ladigan bo'lsa, qolganlar o'sha hammani nomidan uchrashib, u yerdagi aytilgan gaplar o'sha yerda kutib olishda ishtirok etgan 10, 50, 100 nafar vatandoshga emas, butun vatandoshlarga timsolan aytilgan narsalar. Ya'ni u yerda kim bo'lsa ham ayni so'zlarni, ayni jumlalar aytilardi deb o'ylayman. Shuning uchun u yerda o'zim shaxsan ishtirok etmagan bo'lsam ham o'sha formatdan, o'sha kayfiyatdan to'g'risi ko'rib xursand bo'ldim. U yerdagi hamma yigitlarni o'sha yoki kimlar ishtirok etgan bo'lsa, deyarli hammani taniymiz yoki tanimas ekan, aynan bizga o'xshab talaba bo'lib kelgan yoki ishlayotgan o'zbeklar sifatida har bittasida o'sha o'zimizni ko'rsak bo'ladi degan kayfiyatdaman. Xursandchilik sifatida boshlangandan juda xursand bo'ldim. Yaponiya sadosi. Rahmat Bunyod aka. Haqiqatan ham bu safargi tashrif vatandoshlar bilan yaqindan muloqotda bo'lganligi uchun butun hamma yaxshi kayfiyatda bo'lishdi, vatandoshlar ham xursand bo'lishdi. Qaysidir ma'noda xorijda yashab yurish baribir endi musofirda hamma yashayapti, o'qiyapti ota-onasidan va yurtidan uzoq.
mana shu yerda davlat rahbarini bitta vatandoshlarga xorijiy migrantlarga ya'ni bir e'tibor qaratishi, ularni ham biroz to'xtab holidan xabar olishi to'g'risi hammaga Ha. bir motivatsiya bo'ldi deb bemalol aytsak bo'ladi. Endi bu konkurensiya deydimi? Har davlatga borgan payt an'anaga, har davlatda o'zidagi vatandoshlar to'g'ri, endi o'sha O'zbekistondagi elchixona yoki tashkilotlar bilan hamkorlikda qilinadi. Aktiv holatdagi nima deydi, muloqot formatiga o'tdi deb o'ylaymiz. Misol uchun bu Shibuyada yoki Shinjukudagi flashmoblar masalasi bu vatandoshlarni tashabbusi yoki hamkorligi bilan bo'lgan narsa yoki kruizlardagi masala. Yana bitta narsa, ya'ni to'g'ri o'sha bu Tokyo Tower'larda O'zbekiston bayrog'ini bo'lish masalasi juda zo'r loyiha deb o'ylayman. Ya'ni menimcha Tokyoda yashayotgan 3 mingta o'zbek bo'ladigan bo'lsa, hamma oynasidan olsa yoki shahar esa ko'radigan narsa faxrlanish, kayfiyat ko'tarish degan narsasi jihatdan ham juda muhim deb o'ylayman. Ya'ni faqat bizga nimadir berish emas, ya'ni biz kutib olish sifatida bu o'zimiz nima qila olamiz degan narsada ikkitaki vatandoshlarni inisiativasi hamkorlikda qilingan o'sha tashabbusni zo'r loyiha deb o'ylayman. Ya'ni bunaqa narsalar bilan chiqish kerak. Ya'ni vatandoshlar faqat borligini, kelganidan xursandligini, ya'ni shu yerda vatandoshlarni ijobiy holatdagi kutib olishi zo'r deb o'ylayman. Ya'ni faqat bitta, ya'ni ma'no aytish kerak. Biz Amerikada yoki boshqa holatdagi formatlar bo'lmaganligini sonimizdagi yoki sifatimizdagi yoki natijalarimizdagi holatga ham qarash kerak. Men bugun ochiq ayta olaman, misol uchun 7 mingta o'zbek bo'ladigan bo'lsa, nechta tadbirkor bor degan narsada. Ya'ni ishlab chiqarish qilayotgan o'zbeklar, katta zavodlar yoki da yirik IT kompaniyalar masalasida bu yerdagi holatdagi farqlar bor. Lekin buni yana o'sha taklifni kutib o'tirmasdan inisiativa tashabbus bilan chiqish kerak deb o'ylayman. Ya'ni biz o'sha kelgan paytda nima qila olamiz. Lekin yangiliklarni ko'rib turdik. Misol uchun vazirlar bilan uchrashuvlar bo'lish, ta'lim sohasidagi, madaniyat sohasidagi yoki IT sohasidagi o'sha zo'r imkoniyatlar, ya'ni mana shu tashriflar paytida bir networking deymizmi yoki muloqotlar qilish formatlarini tashkil etilishi. Men u kutib olish qismida ishtirok eta olmadim, afsuski, lekin biznes part qismida ishtirok etdim va birinchi marta o'sha O'rta Osiyo formatida bo'lganligi uchun ham ajoyib, ya'ni formatdagi o'sha biznes forumlar tashkil qilindi. Bu yerda o'sha prezidentimiz, O'rta Osiyo respublikalar prezidentlari va Yaponiya bosh vaziri ham ishtirok etgan holatdagi va o'sha yerga aloqador bo'lgan 650 taga yaqin kompaniya ishtirok etdi deb ma'lumot oldik. Ya'ni O'rta Osiyo O'zbekiston o'sha biznes forum, O'rta Osiyo Yaponiya biznes forumi qismida 650 ga yaqin. Bu ham bitta nima format sifatida. Yaponiya tashabbusi bilan ushbu summit tashkil etildi. Mezbon Yaponiya bo'ldi. Bu format boshqa davlatlar bilan ham, ya'ni Yaponiya plus yana boshqa davlatlar bilan ham bor. Bu formatni umuman qanday baholasak bo'ladi? Markaziy Osiyo plus Yaponiya formatini nimalar kutsak bo'ladi yoki qanday baholasak bo'ladi? So'nggi vaqtlarda kuzatib boryapmiz. Markaziy Osiyo davlatlari, ya'ni C5+1 ko'rinishidagi sammitlar, uchrashuvlar tez-tez bo'lib o'tyapti. Misol uchun yaqinda AQShda bo'lib o'tdi, shu xuddi shu formatda. Xitoy bilan yoki masalan Rossiya bilan ham xuddi shu formatda bo'lib o'tgan. Lekin buni tarixiga qaraydigan bo'lsak, aslida buni C5+1 ko'rinishda birinchi Yaponiya boshlab bergan, ya'ni fundamentini qo'yib bergan 2024-yilda va shu yo'sinda 2004-yilda va shu yo'sinda bu an'anaga aylanib keldi va oxirgi misol uchun yillarda Shavkat Miromonovichni nimalari, misol uchun prezidentlik davrlaridan boshlab turib bu narsa nima bo'ldi? Ya'ni yanada jadallashdi desak bo'ladi. Sababi regional tinchlik degan narsa yo'lga qo'yildi va shu bilan birgalikda mintaqadagi har xil notinchliklar, boshqa bir misol uchun Rossiya Ukraina urushi bo'lsin va boshqa shunga o'xshagan aytaylik notinchliklar tufayli buni ahamiyati yanada oshib bordi. Shuning uchun ham ya'ni bunga alohida ahamiyat berib turib, Markaziy Osiyo plus Yaponiya deb turib yana qaytadan jonlantirish menimcha yuzaga keldi. Aynan mana shu format bor edi, lekin buni formatni ahamiyatini O'rta Osiyo davlatlarini o'zlari ko'tara oldi deb o'ylayman. Ya'ni birinchi o'zaro integratsiya masalasi bor. Lekin mana shu platformaga imkon bera oldi deb aytaman. Chunki Nikkei'da agar o'sha Japan Economics deb aytamizmi, qanaqa deb aytamiz, gazetada qaraydigan bo'lsak, O'rta Osiyo masalasiga
Shulardan bittasi chegaraviy nizolarni hal qilib turib imzolangan bitimlarga o'sha alohida e'tibor berdi. Ya'ni mana shu bo'lmaguncha O'rta Osiyo, ya'ni chegaralar orasida nizo bo'lib turgan, notinch bo'lgan mintaqa holatda turishi yoki integratsiya imkonsiz bo'lgan holatda turgan narsasi u yerni bitta formatda ko'rish murakkabligi bor edi. Qirg'iziston, O'zbekiston va o'sha Tojikiston o'rtasidagi mana bu chegaralar bo'yicha nizolarni. To'g'ri, O'zbekiston bu yerda eng faol holatdagi, ya'ni qaysi ma'noda ochiq holatda bo'ldi. Kelishaylik, natijaga erishaylik, nizolarni hal qilaylik degan narsa Yaponiya alohida kuzatib bordi bu narsani. Shuning uchun mana bu formatni ahamiyati oshishi juda muhim rol o'ynashida aynan O'rta Osiyo davlatlarining o'zlarini o'sha integratsiya qila olishi muhim deb o'ylayman. Va bugun buni imkoniyat sifatida ko'ra olyapti O'rta Osiyo ham. Boshqa davlatlarga ham bu, misol uchun Yaponiyaning parlamentida ham oldin har bitta davlatga nima bor edi? Do'stlik ligasi bor edi. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston edi. Har bittasi o'sha deputatlar ligaga a'zo bo'ladi. Hozir O'rta Osiyo do'stlik ligasi ham bor. Ya'ni bu yerdan ham ko'rsak bo'ladi. Yaponiyada mana shu formatga nisbatan o'sha formatda hamkorlik qilish modeliga ijobiy qarash bor. O'rta Osiyo ham buni ijobiy qabul qildi. Mana bu nima rivojlandi. Faqat o'tgan yil bo'lish kerak edi. O'tgan yil Qozog'istonda aynan rejalar qilingandi. Deyarli u yerda O'rta Osiyo davlatlari yig'ilganda ham o'zlarini O'rta Osiyo sammitini ham o'tkazgandan keyin Yaponiyaga kelishi kerak bo'lgan narsada bilamiz, bu yerdagi zilzila so'ndan keyin favqulodda holatlar e'lon qilinishi avvalgi bosh vazir 1 yil kechdi. Men shaxsan o'tgan yil avgust oyida prezidentimiz bilan suhbat paytida ham Yaponiyadan o'sha tadbirkorman degan paytida masalani yana ko'tardilar. Ya'ni chunki u o'sha payt sammitdan bir haftadan keyingi 10 kundan keyingi bo'lgan holat edi. Yangi bosh vazir saylangandan keyin ular bilan bu muloqotni, ya'ni o'sha qilishni, yana muzokaralarni qilishimiz kerak dedi. U yerda vazirlarimiz, hukumatlar bor edi. Mana Ishiba paytida, janob Ishiba paytida bu narsa hukumat paytida bo'ldi, lekin buni tashkil qilish imkoni bo'lmadi va bu safar Tokioda tashkil qilish masalasi. Bu ham bitta ijobiy narsa. Ya'ni Tokio как facilitator, mezbon sifatida tashkil qildi. O'shanga buni rangini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu safar Yaponiya mezbon sifatida bo'lganligini rangini ko'rishimiz mumkin sammitni formatida shaklida. Shu o'tgan safar, o'tgan yil bo'lishi kutilayotgan paytda ham Yaponiyani qatnasha olmasligi tufayli, ya'ni bu narsa qoldirilgandi. Ya'ni bunga nima deydi, excuse deydi, nima sifatida Yaponiya boshqacha tarzda menimcha mezbonchilikda olib bordi deb o'ylayman. Ya'ni hattoki Rossiya ham bu formatni qabul qildi. Rossiya ham, ya'ni biz bilan har bittamiz bilan alohida juda yaqin munosabatlari bo'lgan holatda ham yo'q. Bu yerda ayrim masalalarni bitta endi bor edi bizda zotan MDH degan narsa yo'q. Aynan bu mintaqa bilan xuddi Yevropa, Amerika, Yaponiya gaplashayotgandek biz ham bu formatda 5 ta rahbar bilan o'tirib muzokara qilishimiz kerak. Birga muammolarni hal qilishimiz kerak, birga hamkorlik gaplashishimiz kerak degan narsa juda ijobiy. O'sha birga gaplash degan narsa, masalan, O'rta Osiyo o'sha, ya'ni dengiz yoki okean, dengiz yo'liga chiqish uchun ikkita davlatda o'tmasa bo'lmaydi degan nima bor? Ya'ni biroz ichkaridagi joylashganligi uchun, ya'ni logistika yo'l jihatdan. O'shancha 5 ta davlatni yig'ib turib gaplash degan buni fonida, masalan, o'sha O'zbekiston yoki Tojikiston, Qozog'iston orqali nimadir olib kelish yoki savdo yo'lini tiklash uchun bitmaydi degan ma'noda o'sha 5 ta davlat yig'ib turib muzokaralar olib borish degan narsa ham bu yerda muhim point bo'lsa kerak, ya'ni 5 tasini yig'ish. Endi Yaponiya uchun nimasi muhim degan bu formatni, ya'ni O'rta Osiyo nimasi muhim? Endi to'g'risi Yaponlarda o'sha mijoz sifatida qarash dedim, ya'ni savdo hamkori sifatida. To'g'risi aytaman, Yaponiyani tashqi savdosini ko'radigan bo'lsak, O'zbekiston, ya'ni O'rta Osiyo, O'zbekiston demaylik, O'rta Osiyo. Bu yerda biz foizlar tashkil qilishimiz, ya'ni bor yo'qligimiz juda bir katta ahamiyatga ega bo'lgan holat emas. Bu jihat to'g'ri qabul qilishimiz kerak-da. Shuning uchun bu yerdagi, ya'ni O'rta Osiyo mintaqasi sifatida ham tashqi savdoda bizni ulushimiz bu qadar katta emas. O'rta Osiyoning umumiy ulushi Yaponiya bilan 2.2 milliard bo'ladigan bo'lsa, o'shanda ham misol uchun Qozog'iston eng katta ulushga ega. Ya'ni bu savdo aylanmachimada 1.7 misol uchun. 1.7 milliard. 400 millionlik tashqi savdolar O'zbekiston holatida ham aytgan bo'lsa, 308 million. Yaponiya uchun juda katta narsa emas. Ya'ni o'shaning uchun odatda davlatlar bilan tashqi, demak, o'sha xalqaro munosabatlar, tashqi savdo masalasi agar asos bo'ladigan bo'lsa bitta, ya'ni geopolitikadan tashqari. Bu yerda O'rta Osiyoning roli juda katta emas. Ya'ni bu juda katta savdoni ichida foizda 1% ga borar. Umumiy Yaponiyani xalqaro savdo aylanmasini ichida O'zbekistondagi 0.2 O'zbekistonda umumiy 0.2. Bu degani
juda haqiqatdan sezilarli darajada kichkina nima. Shuning uchun ya'ni bu ya'ni agarda O'rta Osiyo mintaqasi даже bu ahamiyatni qilmaydigan bo'lsa, birlashishda nima borda. Shuning uchun Yaponiyaga nima muhim bunda? Nima uchun ya'ni O'rta Osiyo bilan nima qilyapti? Ya'ni aloqa qilmoqchi degan narsa bilan qarasak, to'g'ri. Biz bu yerda nima uchun tashqi savdoda rolimiz yo'q desak, Nikkei'da yana gazetalarda qilinayotgan payt analizda nimalarga qarashdi? Ya'ni O'rta Osiyo davlatlari kelyapti. Va aynan bu safar yana bitta jihatga qarash kerak, hukumat o'zgardi. Yangi hukumat keldi, Takaichi Sanai birinchi ayol bosh vazir, Yapon temir xotini deb va temir lady deb aytadi. Xotin degan so'zni ishlatmaydi. Temir lady sifatidagi paytda va albatta O'rta Osiyodan 5 ta demak liderlar kelyapti, ayol yo'q zotan bizda. Shuning uchun lekin Sanai Takaichini bu yerda ayolligi masalasida emas, tashqi siyosatda yoki umuman ichki siyosati masalasida ham bu safar nozik masalalar bor. Agar bu safargi sammitni ko'radigan bo'lsak, Ishiba hukumati yoki undan oldingi tashriflardagidan migratsiya masalasi ko'tarilmadi. Migratsiya masalasi ko'tarilmadi. Shu paytgacha migratsiya masalalari tashqi savdodan tashqari Yaponiyaning muammolaridan bittasi aholi kamayyapti, ish kuchiga ehtiyoji bor. O'rta Osiyo bu potensial bor, tez o'sayotgan bo'lsa ham, demak Takaichi hukumati bu safar yangiliklarda, newslarda yoki uchrashuvlarda ham migratsiya masalasi ko'tarilmadi. Ochiqlanmadi. Shuning uchun undan boshqa bo'lgan masalalar qo'yildi. Ya'ni nima uchun biz O'rta Osiyo bilan ichki nimada qo'yishimiz, ya'ni hamkorlik qilishimiz kerak, format tashkil qilishimiz kerak degan narsada boshqa jihatlarga e'tibor berildi. Bular nimalar? Misol uchun bir necha biz yo'nalishlarni aytishimiz mumkin. Shular ko'tarildi. Shu asosan nimada Takaichi Sanaining aytishi bo'yicha 3 ta sohada asosiy yo'nalish olib bordi. Ya'ni green energy, ya'ni yashil energiya, har xil energetika va resurslar bo'yicha va o'sha logistika masalasi. Transkaspiy yo'nalishda nimaga chiqish, Yevropaga chiqish masalasi. Logistika masalasi. Ya'ni bu yerda ham Rossiyani aylanib o'tish degan masalani qilganda. Uchinchisi asosiy nima muhim pointlardan, ya'ni kadr tayyorlash. Bu nimada o'sha O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo uchun kadr tayyorlab berishda Yaponiya bilan o'zaro aloqa almashish va buning ichiga o'sha AI ham kirib ketadi va raqamlashtirish sanasi umumiy hisobda shu. O'rta Osiyo davlatlari ham vaziyatni bir ichki ma'lumotlarni bilganligi uchun qora mehnat deymiz, migratsiya masalasini unchalik juda ko'tarishmadi. Lekin biz Qozog'iston tashqi ishlar vaziri masalasida ham ko'rishimiz yoki Qirg'izistondagi imzolangan narsalarni ko'rish, O'zbekistonda ham malakali kadrlar, universitetlarda hamkorlik masalasi imzolash yoki universitet ochish masalasi yoki IT sohasidagi kadrlar masalasi aytilyapti. Ya'ni bu sohada Takaichi hukumatini, ya'ni bu formatda tashkil qilayotgan paytda o'zlari tashkil qilgan formatini, menimcha bugun Nikkei'da chiqdi, Takaichi hukumat 75% ma'muriyat support qilyapti. Buni oldin bir oy oldin ham chiqqan, ya'ni o'sha pasaymagan degan. Shuning uchun bu safargi formatda nima bor? Ya'ni ikkinchi masala, ya'ni hozir o'sha 3 ta yo'nalish aytadigan bo'lsak, green energy masalasida ham nima bor? Nima uchun green energy kerak Yaponiyaga? Baribir endi bu yerda biznes orqasida yotadi. Bizga faqat yashil energiya masalasi emas. Yaponiyada akalar bu yerda resurs yo'q. Bizga neft sota olmaydi, bizga gaz sota olmaydi yoki uran sota olmaydi. Zotan bizdan sotib olsa ham bu narsa. Shuning uchun ikkita u yerda yana bitta masala ko'tarildi, tabiiy resurs. Takaichi hukumat aytdiki, bizga kelayotganlar boy, tabiiy resursga boy bo'lgan davlatlar keladi, biz ularni bilan aloqani yaxshilashimiz kerak degan narsada ichki siyosatida endi baribir PR deb aytamizmi yoki umuman o'sha tashqi siyosatini prinsiplari qo'yayotgan payti biz resursi bor davlatlar bilan hamkorlik qilishimiz kerak. Nikkei'da har bitta davlat bo'yicha qildi. Aholisi qancha, GDP per capita qanaqa, nima logistikasi bor. O'zbekiston bo'yicha bitta jihat menga yoqdi yana, bu nimadan resursdan tashqari. O'rta Osiyo hamma davlatlari bilan chegarasi bor, logistikasi bor degan narsa aytildi. Ya'ni bu bitta nima va kimda nima bor? Kimda uran bor, kimda gaz bor, kimda neft bor degan narsa har bitta davlatni Turkmanistonda boshqada qaraldi. Shuning uchun O'rta Osiyoga qaradigan Tojikistonda masalan resurs yo'q. Qozog'iston, Turkmaniston bu yerda resursga bor. O'zbekistonda ham bu yerda ham oltin masalasi bor, ham uran masalasi bor. Ya'ni biz neft yoki gaz sotish masalasi bilan Yaponiya bilan aloqamiz yo'q. Shuning uchun bu tarafini juda alohida ko'rsatdi. Takaichi Sanai'ni men biznes forumda shaxsan ham ishtirok qildim. Bu masalada ya'ni alohida o'sha tarafiga e'tibor qaratdi. Bu muhim masala sifatida qaradi. O'zbekiston ham endi O'zbekistonga nima desa, bu resurslarimiz bor, lekin qazib olish masalasida zotan
o'sha sizlar kutib olgan ishtirok qilganda ham aytdiki, bularni texnologiyasini Texnologiya ya'ni biz oltin sotib olish oltin qazib olish masalasida biz neftmi, gazmi, yoki o'sha gazimizdan elektr energiya ishlab chiqarish masala. Bunda hozirgi Toshkent uchun dolzarb masala, borib kelganlar bilyapti. O'zim ham 50% O'zbekiston Toshkentda yashaydigan bo'lsam, havo yomon. To'g'ri. Biz gazdan elektr qilayotgan payti yoki boshqa chiqarayotgan payti bu yerda green energy masalasi muhim. Chunki Yaponiyani mana innovatsion texnologiyalarini olish. Yaponiya ham green energy orqali o'zining texnikasini sotmoqchi. Yangiliklarda ko'rgan bo'lsangiz, Antonov 120 tonna turbinalar olib bordi. Bunda ham ikkinchi masala. Logistika Rossiyadan o'tkaza olmayapti. Zotan biz ham mana eksport qilyapmiz hozir. Rossiya masalasi. Yapon banklar Rossiyadan tovar olib kelsang pulimni yuborma mendan deyapti-da. Ishlatma deyapti-da. Shuning uchun ikkinchi masala Rossiyani o'tmaydigan logistika yo'l. Kaspiy yo'li masalasi bunga qaraldi. Ya'ni chunki bu yerdagi Rossiya Ukraina urushi masalasi bo'lganligi uchun bugun Rossiyani temir yo'llari, logistikasini, portlarini ishlatmasdan demak bu boshqa yo'llardan olib kelish masalasiga Yaponiya ODA qilish, pul ajratish masalasini qo'yib turibdi. Keyin yana bitta narsa, chegaralarda O'zbekistonda ham yordam bergan, hozir Tojikistonga ham bu safar shu masala qo'yildi. Chegaralardagi postlarda demak bu tarozi deymizmi, kameralar, bu narsalarni bojxonani tekshiruvini tizimlashtirish. Shuning uchun shu yerdagi narsada mana birinchi resurs masalasi, ikkinchi logistikada. Endi Kaspiy yo'li biz uchun plusmi yo'qmi? Men O'zbekiston masalasini aytayman, O'rta Osiyo masalasida emas. Bizda o'tmaydi. One belt one road, ya'ni bir makon bir yo'l bizni o'tadi. To'g'ri. Lekin bu yo'l bizni o'tmaydi. Kaspiy orqali Qozog'istonga barcha chiqishga to'g'ri keladi. Amerika Trump Ozarbayjon Armeniyani tinchlik bitimini imzoladi. İşte o'rtada nima deydi? Negotiator sifatida, muzokarachi sifatida o'zini ko'rsatdi. Bu yerda o'sha yerda bitta narsa oldi. Muzokarani qilib berib, natija nima oldi? Transport yo'li. Bu Kaspiy yo'lining davomida. O'shaning uchun Yaponiya bu yerda Amerika bilan hamkor sifatida qaraydigan bo'lsak, o'sha yana ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston tashqi savdo, O'rta Osiyo tashqi savdosini ko'rish. Xitoy bilan qancha foiz? Rossiya bilan necha foiz? Hammaniki va Amerika bilan. Amerika bilan savdomiz unchalik kam. O'shaning uchun bu yerdagi logistika masalasi, Rossiyani aralashtirmagan holatdagi logistika yo'li masalasi. Men bu yerda o'sha Kavkazdagi yo'l bilan bu yerda Kaspiy yo'li Yaponiya qurilishi orqali birlashish masalasi bor. Shuning uchun bu safargi Yaponiyani oladigan narsasi shu edi. Kaspiy resurs va logistika va green energy bu infrastruktura. To'g'risi shu safar biznes forumdagi umuman imzolangan narsalarni ko'radigan bo'lsak, qaysidir mahsulotni ishlab chiqarish sifatidagi bitta Maker O'zbekiston kiryapti degan narsa afsuski bo'lmadi. Men ko'rmadim, bilmadim endi. Hatto to'g'risi shu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Men qatnashgandagi narsalar, kim nima imzoladi degan narsalar bor. Har kim o'zi biladigan tildagi olsa bo'ladi dedi. Rus tilidagi komanda sizga shekilli oxirgisi ekan. O'shanga shu yerda har bitta bu yerda yo'nalishlar bo'yicha, green energy bo'yicha, boshqa bo'yicha, foydali qazilmalarni qazib olish masalalari bo'yicha va inson resurslari masalasi. Ya'ni migratsiya emas, inson resurslari masalasi bo'yicha bo'ldi, ijtimoiy masalalar bo'yicha bu yerda imzolashlar masalasi bo'ldi, lekin ishlab chiqarish masalasini ko'rmadik. Bu narsa yo'q. Bu tabiiy holat deb ko'rdim, chunki birinchi infrastrukturani stabil bo'lgan. Ya'ni Yaponiya aytayotgan narsa faqat energiya emas, sustainable. Barqaror infrastruktura masalasi bo'lmaguncha keyingi o'tishi sal masalasi. O'shaning uchun ko'proq bu taraf bo'ldi. Endi bu yerda yana bitta narsa qarash kerak. Men O'zbekiston holatida bo'lishi mumkin, O'rta Osiyoda qana bilmayman. Qarz, ya'ni qarz munosabatlari. Yani Yaponiya uchun bitta bir shans bu ham. Pul berib, ya'ni u yerga kredit berish xohlaydi. Chunki bu kredit berish liniyasini ochish ayni paytda Yapon mahsulotlarini sotish uchun. To'g'ri, bu 0.2% ulushimiz bor tashqi savdoda va deyarli bitta masala O'rta Osiyo davlatlari balkim yopiq stollar orqasida gaplashdilar ham yo'q, bilmadim yoki o'zi ko'radilarmi yo'qmi. Tashqi savdoda bizda ham misol uchun 388 million bo'ladigan bo'lsa, bizning eksportimiz 16 millionda. Ya'ni bu yerda nima deydi, akaji deb aytamizkan, ya'ni biz minus holatda. Minus holatdamiz. Buni balanslashtirish masalasi qo'yilmaganda. Buni yoki yopiq stollar o'rtasida bu gaplashilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerdagi narsa tashqi savdoda biz bu yerda ishlab chiqarish yo'q, infrastruktura bo'lgan, o'sha barqaror bo'lgan, demak sustainable bo'lgan energetika narsasini
Yaponiya kreditlarini ochyapti. Biz bunga ehtiyojimiz bor. Menimcha hozir ham Yaponiyani moliyaviy tashkilotlaridan 3,1 milliardmi? 3,1 milliardmi? 3,1 milliard atrofida O'zbekistonda Nimasi bor? tashqi qarz bor. Kredit tashqi qarzlarimiz bor. Mm. Boshqa davlatlardagina ham ayni holatda, ya'ni Yaponiyadan kreditlarini ochiladi. Bu past foizli. Undan tashqari Asia Development Bank baribir Yaponiya bilan bilamiz, bog'liq. U yerda ham ADB bo'yicha ham demak bor. Endi yangi bu yerda JBEC masalasi bor, Japan Bank of International Corporation masalasi, ular loyihalari bo'lyapti. Ya'ni bu yerda ham nima bor? Ya'ni finans masalasi bor infrastrukturaga. O'sha jihat asosiy nima deydi? Rang berdi. Chunki Yaponiya tarafdan qaraydigan bo'lsak, ular facilitator sifatida, mezbon sifatida o'zlari xohlagan formatda deymizmi yoki o'sha ikki taraflama manfaat win-win bo'lgan formatda tashkil etildi deb ayta olishimiz mumkin. Endi bevosita har bitta davlat mana sammit ishtirokchilari shaxsan Markaziy Osiyo davlatlari kim nimaga erishdi? Bu sammitda kim nima bilan qaytdi yoki nimasini o'tkazib oldi Yaponiyaga? Shularni bir ko'rib chiqsak, birinchi Qozog'istondan boshlasak. Qozog'iston bu sammitda nima oldi? Qozog'istonda O'zbekistondan farqli ravishda Qozog'istonda bu safar davlat tashrifi. Sababi Qosim-Jomart To'qayev hukumatga kelgandan keyin ilk Yaponiyaga tashrifi hisoblanadi bu. Shu munosabat bilan juda ko'p kelishuvlar, memorandumlar, undan tashqari kutib olishda ko'rsatiladigan munosabatlarda yoki kelishuvlarda biroz boshqacharoq format, ya'ni boshqacharoq protokol ko'rildi. Shaxsan o'zimiz ham guvoh bo'ldik ko'p holatlarda. Undan tashqari yangiliklarni ham doimiy kuzatib turdik. Ayniqsa bizni juda amalga xursand qilgan, ham ajablantirgan eng katta masala bor. Ya'ni Tokio Astana hamkorlik o'rtasidagi hamkorlik memorandumi. Bu ancha juda katta ish deb baholayapmiz. Shaxsan o'zimning fikrimcha juda katta ish, sababi biz 2018-yilda imzolangan, misol uchun Nagoya bilan Toshkent, 2019-yilda imzolangan Nagoya bilan Toshkent o'rtasidagi hamkorlik memorandumi juda katta qadam bo'lgan. Hozirgi vaqtda Ostona bilan Tokioni bu shakldagi bir-biri bilan kelishuvi, undan tashqari Qozog'iston rahbarini Tokio meriyasiga borib ish jarayonini shaxsan o'zi guvohi bo'lib ko'rishi, bu ancha Qozog'istonga bo'lgan birinchidan o'sha hali muhrdan ta'kidlab o'tdi. Qozog'istonda bo'lishi kerak bo'lgan sammitda Yaponiya tomonidan qoldirilgani evaziga uzr sifatida Qozog'istonga bir berilgan vujudda bo'lishi ham mumkin bu. Ya'ni bizni uzrimiz shu orqali bo'ladi degan ma'noda. Undan tashqari Astana baribir Yevropaga ma'lum bir qismi kirgani hisobiga Yaponiya tomonidan qaraganda o'zi Markaziy Osiyo davlatlari juda ko'pi Yevropa sifatida ko'rishadi. Yevrosiyo deyishadi, Yevropa deyishadi. O'shani hisobiga balki bu jihatlarni ham hisobga olingan bo'lishi mumkin. Astana Tokio kelishuv memorandumi juda katta qadam bo'ldi deb o'ylaymiz. Undan tashqari 2019-yildagi tashrif chog'ida ilk bor Nagoyaga kelgani hamda Nagoya universitetining faxriy doktori unvonini olgani hamda Nagoya universitetida nutq so'zlagani ajoyib qadam bo'lgan. Endi bu safar Qosim-Jomart To'qayev bu yerdagi davlat tashrifida Birlashgan Millatlar Tashkiloti universitetida, Tokiodagi universitetda nutq so'zladi bu yerda. Ya'ni nutqida ham asosan biz harbiy maqsadlarda qo'llaniladigan atom bombalariga qarshimiz va Qozog'iston butunlay voz kechdi bu narsalardan, voz kechgan degan mujda berdi. Ko'proq shu narsaga urg'u berdi. Tinchlik masalalariga urg'u berildi. Keyin vatandoshlar bilan ham ajoyib uchrashuv qildik. Sababi davlat tashrifi bo'lgani munosabati bilan bir kun oldin yetib kelib, Markaziy Osiyo rahbarlariga nisbatan bir kun oldin yetib kelib, o'sha kuni yetib kelgandan keyin qozoq vatandoshlari endi O'zbekistonga nisbatan kam sonli bo'lgani hisobiga ham qozoq vatandoshlari bilan ko'rishib, suhbat bo'ldi, o'zaro suhbatlashib, keyin birgalikda rasmlarga tushishib, esdalik suratlarga tushishdi. Undan yana bitta zo'r bular uchun endi yaxshi natija, Qozog'iston uchun yaxshi natija nima desak, keyingi sammit Qozog'istonda javob sammiti Qozog'istonda bo'lishi. Bu aniq bo'lgan ma'lumot. Endi yangiliklarda shunday chiqyapti.
Zaten prezidentimiz tomonidan taklif qilingan narsa har 2 yilda bunaqa sammitni formatlarini o'tkazaylik degan taklif bo'ldi. Nima deydi? Qozog'iston yaponlarni o'tgan safargi to'satdan bekor qilganligini yaxshi nima deydi hisob kitob qilibdi desak oxirigacha deydi-ku boyagi nima deydi o'sha chunki haqiqatda bu yerda bunaqa forumlar, sammitlar o'tkazish o'sha davlatga, mezbon davlatga xarajatlar bo'ladi. Qozog'iston buni hammasini qilib bo'lgandan keyin, ya'ni уже 5 davlatni kutib oldi, hammasini tashkillashtirgandan keyin o'sha kuni uchish kerak payti bekor qildi. Yapon madaniyat odati sifatida bu o'zlarini juda bu yerda menimcha Xijolatchilik ham xijolatchilikda bor, nimadir buni o'rniga o'sha cover qilishga harakat qilishadi deb o'ylaymiz. Lekin endi zotan va summalar masalasida ham aytildi. Savdo masalasida O'rta Osiyo davlatlarining ichida eng yirik Yaponiya bilan eng asosiy qism bu demak birinchi o'rinda 1.8 milliardda umumiy umumiy nimasi 1 milliardi Qozog'iston bilan 1.2 O'zbekistonniki 380 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni buni ko'rish mumkin, ya'ni tashqi savdodagi ahamiyatni kam bo'lsa ham, ya'ni ulushida umumiysida kam bo'lsa ham, lekin Markaziy Osiyoga nisbatan olib qaraganda juda ko'proq. umumiy hech kim qurib ketmadi deb o'ylayman. Ya'ni hamma davlatlar o'sha biznes forum podpisaniya memorandumlar imzolash marosimi yoki imzolashni e'lon qilish qismida ko'radigan bo'lsak ham yoki o'sha umumlashtirilgan hujjatlardan boshqada ham ko'rishimiz mumkin. Har bitta davlat o'ziga yarasha natijalar bilan qaytdi deb o'ylayman. Ikki taraflama. Kim ko'p, kim kam degan narsa emas. Ya'ni mana shu formatni o'zi qayta birgalikda kelganligi uchun ham demak bu umumiy Yaponiyada olish mumkin bo'lgan narsalarni, ya'ni umumiy O'rta Osiyo uchun muhim narsa bu Kaspiy o'sha transport yo'lining qurilishi. Chunki agar Qozog'istongacha kelsangiz, u yoqdan bizda O'rta Osiyoda nima bor? Demak, bu yerda transport bo'yicha logistika tizimi bor, ketadi. Hamma foydalanadi. Bu bitta faqat Qozog'iston uchun plas degan narsada qaramaslik kerak. Yoki demak bu yerda elektr energiya masalasi bo'yicha ham green energy masalasida Turkmanistondagi loyihalar, Qozog'istondagi yoki O'zbekistondagi loyihalar bu ham hammasi bu o'sha O'rta Osiyoni to'liq o'sha nima deydi, infrastrukturaga bo'lgan yaxshilash degan narsa bilan qarash mumkin. Chunki Qozog'istonnikini alohida o'zini ko'radigan bo'lsak, demak uran yoki karium yoki ko'p narsalar bo'yicha sotuv bo'yicha ham natijalarga erishgan, ya'ni sotish bo'lgan narsalar bo'yicha ham imzolangan narsa bor, olish bo'yicha ham bor. Ya'ni o'sha zavodlarga, yo'nalishlariga, boshqalarga ko'radigan bo'lsak yoki umuman savdo bo'yicha bitim narsalar turli xil sohalarda o'sha davlat tashrifi degan masalasi ham bor. Bu Turkmanistonda ham Sony production bilan shartnomalar bor edi, ya'ni bu televideniya sohasi, gaz yoki moliyaviy sohalarda banklar bilan bor edi, Mitsubishi bilan ham. Chunki bu yerda gaz masalasi ham bor. Shunga har bitta nimada Qirg'iziston alohida aytish mumkin, ajoyib formatda ishtirok etdilar. Hatto IT sohasidagi bitta demak ma'ruzachi yapon tilida qildi. O'zimizni vazirimiz Sherzod Shermatov ham alohida konnichiwa deb aytib qo'ydilar, ya'ni va bunga O'rta Osiyodagi nimasi ijobiy qaradi, ya'ni bitta prezentator yapon tilida qilganligini o'sha prezent shaklida ham bu yerda nima formatlar har xil. Qirg'iziston masalasi hali aytdingiz-ku, nima boshqacha nimada format, ya'ni kulgili qilib turib qilib boshladi. Bu nima deydi? Zotan to'g'risi Qirg'iziston Yaponiya munosabatlari alohida o'ziga yarasha bor. Chunki eksport bo'yicha juda yaxshi natijalar erishgan. Bugun qirg'iz mahsulotlarini Yaponiyada ko'p joylarda ushlash bo'lgan holat bo'lyapti. Yoki migratsiya masalasida ham yaxshi natijalar erishgan. Umuman ya'ni savdo yoki investitsiya masalasida ham biz o'sha investitsiya masalasiga alohida to'xtalmayapmiz, yoki kredit masalasi. Shuning uchun bu yerda har bitta davlat ko'rdik, ya'ni o'ziga yarasha hamkorliklari bor, partnerlari bor. Hamma o'sha birgalikda natijalar olindi deb o'ylayman. Yaponiya sadosi. Endi bu yerda biz uchun eng muhimi ham eng qizig'i O'zbekiston bilan aloqalar, Yaponiya va O'zbekiston aloqalari yoki masalan mana shu savdo yo'nalishida deymizmi yoki bitimlar yoki ta'lim, mana sun'iy intellekt bo'yicha prezidentimiz vatandoshlar bilan uchrashganda ham sun'iy intellekt alohida urg'u berib gapirdi. Sun'iy intellekt loyihasiga alohida urg'u berib gapirdilar.
Bu borada O'zbekiston mana shu sammitdan nimalar olib ketdi? To'g'risi Yaponiyadan sun'iy intellekt masalasi bu o'sha Takaichi hukumati ham kelgandan beri cyber security bo'ladimi, raqamlashtirish masalasi bo'ladimi, sun'iy intellekt alohida e'tibor qaratyapti. Lekin umumiy qaraganda Yaponiya sun'iy intellektni juda yuqori deb aytolmaymiz. Buni nima qilish kerak? Faqat bu safargi sun'iy intellekt masalasi Yaponiya aytayotgan narsasi birinchisi transport masalasi raqamlashtirish yoki AI joriy qilaylik va resurslarni, ya'ni O'zbekistondagi, O'rta Osiyodagi bo'lgan foydali qazilmalarni qazib olishda AI ishlataylik degan, sun'iy intellekt ishlataylik degan bir tashabbus bilan chiqdi. Yaponiyada ham lekin aytilyapti, Yaponiya ChatGPT'si yo'q, DeepSeek'i yo'q, ya'ni bunaqa platformada sun'iy intellektni qo'y deb aytmayman, chunki raqamlashdi orqada. Ayniqsa O'rta Osiyo Ma'lumot kerakda. Yaponiyadan oldinroqda deb aytishimiz mumkin. Ba'zilarda oldin haqiqatan. Misol o'zimiz o'sha davlat xizmatlari foydalangandan ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonga borib ko'rsak, O'zbekistonda o'tib ketmadimi degan narsa bor. Chunki AI dan oldin birinchi raqamlashish kerak edi. Hattoki bu raqamlashish bo'yicha vazirlik tashkil qildi Yaponiyada. Demak, nima muammo bor desa, Yaponiyada birinchisi ma'lumotlar bo'yicha har xil cheklovlar bo'lganligi uchun datalar bo'yicha birinchi raqamlashish yoki demak raqamlashish bo'yicha cloud masalasida ham bor. Lekin bu safar O'zbekiston o'sha olgan narsalarning ichida ham bittasi doim O'zbekiston Yaponiya bilan munosabatlarida bu elektr energiya masalasidagi, demak daldan biz o'sha elektr ishlab chiqarish masalasi bor edi. Bunga ya'ni qayta o'sha demak tiklanuvchi energiya yoki green energy masalasiga alohida qaratildi. Bu shamol, quyosh masalasi, Sumitomo misol uchun akva powerlarga kirish masalasi bor. Bu yerda Toyota Tsushoda shamol, ikki yo'nalishda shamol elektrostansiyasi bor va bu safar imzolangan hujjatlar ichida demak o'sha bizni NEC yoki o'sha Toyota Tsushodagi narsa bizni o'sha tarmoqlarimiz, internet tarmoqlarimiz, umuman aloqa tarmoqlarimiz masalasida O'zbekiston uzoq yillik bu yerda hamkorligi bor. Bu bo'yicha mana yangi Telekom bilan ham o'sha kelishuvlar boshqalar qilindi. Ya'ni Toyota Tsusho orqali bu yerda NEC. Shuning uchun bu jihatdan O'zbekiston ikkita yo'nalishda yana yangi bor loyihalarni davom qilishi, yangi loyihalar bo'yicha qilindi. Yangiliklar nima bo'ldi, yangi nima olib ketildi degan masalani bir ko'rsak bo'ladi. Yoki umuman mana shu 19 gacha qanaqa edi, 19 dan keyin qanaqa bo'ldi va bundan keyin qanaqa bo'ladi degan masalani ko'radigan bo'lsak, zotan 19 gacha yoki 16 gacha eski hukumat davrida Yaponiya bilan biz limited yo'nalishlarda hamkorlik qilardik. Bundan Qozog'iston yaxshi foydalangan. Ya'ni ko'pchilik misol uchun mashina avtomatik sohasi Yaponiya nomer 1. Lekin O'zbekistonda bitta ham hatto diler masalasida, Diler ofitsialni kirish masalasida ham ya'ni sotish masalasida ham ishlab chiqarishni aytmaymiz. To'g'ri, Yaponiya bu bo'yicha ko'p o'rganishlar qilgan, lekin biz GM bilan, Daewoo bilan Koreya bo'yicha hamkorligimiz bo'lgani uchun bu narsalar Qozog'istonda Pradolarni demak zborka masalalari bo'lgan. Ko'p nimalarda loyihalar demak bu Qozog'iston, Qirg'izistonga o'tgan bo'lish holatlari bor. 2016 dan keyingi demak o'sha hukumat davlat o'zgarishi, siyosat o'zgarishi bilan ochiqlik masalalari bilan 2019 gacha men aytaman eski formatdagi hamkorlikni yangi formatga qanaqa bo'ladi degan bir transition davri deb aytsak bo'ladi. 2016-2019. 2019 dan keyin ozgina o'sha demak bu yerdagi tushunishlar boshqalar bilan loyihalar boshlandi deb aytamiz. Nimaga buni aytyapman? PPP masalasi yo'q edi. Public private partnership masalasi yo'q edi. Mana shu narsa bo'lgandan keyin JICAda umuman shosha deb aytamiz, savdo tashkilotlarida yangi formatga o'tish, yangi hamkorlik formatiga o'tish bo'yichaki bir transition bo'ldi. Shuning uchun vaziyatlardagi nimalar bor edi. Yangicha o'zi shu 2019 dan keyin erishilgan natijalarga qaraydigan bo'lsak, bu yoqdagi O'zbekistonni erkinlashtirish, ochiqlik siyosatida umuman ekonomikada qilingan islohotlarni orqaga qaytmaydi degan narsaga ishonch ko'rishimiz mumkin. Chunki 2016da 20 ta kompaniya bo'ladigan bo'lsa, xorijiy kompaniyada 2019 da bular 40 larga, 45 larga yaqinlashgan bo'lsa, bu safarda 121 ta yapon kompaniyasi, ya'ni yapon tug'ishi sifatidagi korxonalarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerdagi mana 2019-yilgi tashrif, davlat tashrifi bo'lgan, rasmiy tashrif va bunda bu tashrifda ham ba'zi kelishuvlarga erishilgan. O'sha kelishuvlarda bu safar ham rasmiy tashrif maqomini olishdi. 2019-yilda nimalarga erishildi? Masalan, undan keyingi savdo ko'lamini ko'rishimiz mumkin. Haqiqatan ham o'sha tashrifdan keyin hozirgacha mana 18 dekabr 2025-yil savdoda katta o'zgarish bo'lmaydi deb hisoblayman.
Ha. Ya'ni summalar juda katta o'zgarish bo'ldi deb o'ylamayman. Investitsiya masalasida katta o'zgarishlar bo'lyapti. Ya'ni bu jihatga nima bor? Hamkorlik masalasida, ya'ni Yaponiyadan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri kirayotgan investitsiyalar summasini 2024 da ham ko'rishimiz mumkin-da. Ya'ni bizga oldin o'sha foreign direct investment deyarli yo'q edi. Ya'ni bu konvertatsiya masalasi bor edi 2016 gacha zotan 2019 da ham mana bu narsalar endi stabillashayotgan holatdagi narsa edi. Shuning uchun bu yerda yapon mahsulotlarini kirib borish masalasida mashinalar har xil o'sha muammolar bor edi. Shuning uchun bu yerda savdo oshishini ko'rishimiz mumkin. Umumiy bor, ya'ni yangi o'zgarishlar ketyapti. 2019 da shuning uchun bu safargi yangi qo'shimcha yo'nalishlar ochilyapti. Misol aeroport masalasi so'zsiz. Bunaqa yo'nalishda yo'q edi. Ya'ni asosan elektrostansiyada edik yoki data centerlar masalasi bor edi. Data center masalasi juda zo'r takliflar berildi. Ya'ni yapon kompaniyalar kelib bizni so'rashingiz mumkin. Arzonga elektr sotamiz degan narsalarda. Yoki IT kompaniyalari 26 ta kompaniya bo'libdi. Ya'ni 121 ta kompaniyaning ichida, demak bu mana 20% deymizmi, 23% IT kompaniyalar bo'lyapti. To'g'ri bularda eksport summasi hali oshmagan. Oshganda bunaqa raqamlar bo'lmasdi. Lekin bu 16 millionga ichida IT xizmatlari bor. IT yo'nalishidagi DX ga alohida qaratilgan. Bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Hujjatlarni migratsiya masalasi, misol uchun 2019 da bilamiz juda kam edi. Bu yerda JICA misol uchun mana shu migratsiya bo'yichagi bilamiz oldingi hukumatda migratsiya masalasi xuddi tabu deymizmi unchalik aytilmasdi. Migrantlarga munosabatlarda hozirgi holatda Yaponiya bilan 2019 oldida kelishuvlar qilgandi, 2025 da ko'rishimiz mumkin. Nimalar bor? Natijalar bor. Juda zo'r deb ayta olmayman, chunki Yaponiyadagi boyagi kurslar o'zgarishi boshqa bor. Lekin hozirgi holatda JICA oxirida Grow loyihasi qilganligi uchun mana shu needsga nisbatan yaxshi kompaniyalar bilan to'g'ri O'zbekiston migratsiya bo'yicha ham kelishuvga erishdi. Bular agendada yo'q, nimaga qo'yilmagan bo'lsa, migratsiya bo'yichaki demak vazirlarni yoki migratsiya agentligi rahbarlarini bu yerda ishtirok etib turib kelishuvlar memorandumlar imzolandi. O'zbekiston Yaponiya formatining ichidagi xususiy sektor yoki kompaniyalar bilan. Shuning uchun 2019 boshlanishi bo'lsa, bu amaliy qadamlarmi deymiz yoki Sojitsi bilan mehmonxona masalasi bo'yicha bo'ldi. Umumiy Sojitsi yangiliklarda e'lon qilgani, demak 1 milliardga yaqin O'zbekistonga PPP loyihalariga, bu shifoxona yoki aeroport sohasida. Aslida mana bu Cherry, Haval deymizmi, ya'ni mashina ishlab chiqarish ADM ga 100 million dollar investitsiya masalasi bor. Ya'ni bu birinchi marta ishlab chiqarishni nimasiga pul kiritish masalalari bo'ladi. Shuning uchun mana investitsiya liniyalarida Yaponiya qilgan bilan kirib kelishi masalasidagi natijalar. Chunki bu safargi nimadan forumdan yangi nimalar natijalar degan masalaga alohida to'xtalsak, qisqa muddat bo'lganligi va oraga Covid kirganligiga qarashimiz kerak. Ha, to'g'ri. 2019 dan keyin 2019 kelindi, 2020 da muzlandi. Hattoki aytamiz, biz to'g'ridan-to'g'ri reyslar to'xtab qoldi. Yaponlar turist oqimi kamayib ketganligini, umuman kelishilgan loyihalarni ham hammasida muzlashlar bo'ldi. Chunki yapon kompaniyalari bora olmadilar. Shunda ham O'zbekistonda mana shu Covid paytidagidek barqaror bo'lganligi nisbatan ishonch oshganligini ko'rishimiz mumkin bu kompaniyalar sonining oshishi bilan. Shunga oradagi demak 2 yilni biz muzlatilgan holat desa 2023 dan amaliy boshlandi. Va o'sha PPP ga o'tish formatida JICA ni loyihalarida bu demak o'sha qishloq xo'jalik sohasidagi loyihalar bor edi. Greenhouse'lar bilan. Bu yerda muammolar ham bor. O'sha qishloq xo'jalik sohasidagi ayrim loyihalarda muvaffaqiyatsizliklar boshlandi. Shuning uchun bu safar prezidentimiz undan tashqari rektorlar bilan uchrashuv masalasi, universitet ochiq ta'lim yo'nalishi masalasida zotan o'sha o'tgan safar Japan Digital ochilish masalasi ko'rgan bo'lsak, bu safar bu loyiha endi launch bo'lib ishlayotgandan so'ng natijalar ko'rilyapti. Yangi formatdagi loyihalar universitet qilish masalasi ta'lim sohasida bor. Lekin baribir bitta o'sha muammo bor, ishlab chiqarish masalasi. Ishlab chiqarish masalasi. Prezident aka, mana hozir ham o'zingiz ham aytib o'tib ketdingiz, yapon kompaniyalarining O'zbekistonda umumiy soni 121 taga yetdi. Shuni 60 ta kompaniyasi bevosita Yaponiya O'zbekiston savdo uyi va siz ishtirokingizda tashkil etilgan, bizdagi ma'lumotlarga qaraganda. Nima bular ko'proq ishlab chiqarish, shuning ichida ishlab chiqarish vakillari, ishlab chiqarish sohasidagi kompaniyalar bitta yoki ikkitani tashkil qiladi.
ishlab chiqarish sohasida kompaniyalar nimaga O'zbekistonga bormayapti? Nima to'sqinlik qilyapti? To'g'ri, o'sha 121 tani ichida biz O'zbekistonda ishlab chiqaruvchi O'rta Osiyoda umuman boyagi Made in Japan degan yoki mahsulotni qaysi brendni O'zbekistonda ishlab chiqarayotganini bilmaymiz. Ha. Bu tekstil sohasini ko'rishimiz mumkin-da. Mebel. Ya'ni apparel sohasida ham yo'q O'zbekistonga ya'ni Mebelda bor. bu narsalarda. Demak, Isuzu bor bizda aytaylik. Isuzu bor. Unda ham lekin ulushi 15% mi shunaqa bo'lsa kerakda. Va bilamiz o'sha mebel sohasida kompaniya kirib keldi. Bu yerda 100% ulush bilan kiryapti. Ular ham 2020 kirib borgan bo'lsa, bu yilga keltirib biz borka boshladi. Ikkinchi kompaniya deb aytadigan bo'lsak va birinchi challenge Jetur ham alohida bunga e'tibor berdi. Undan keyin hozir yana biz ham ulushda bo'lgan kompaniya bor. Bu avtomobilsozlik bo'yicha birinchi loyiha. Ya'ni kichkina loyiha, lekin muhim deb o'ylayman. Ya'ni avtomobilsozlik masalasi Yaponiyada juda katta ishlab chiqaruvchilar bor. Bu nimada ishlab chiqarish masalasida loyiha demak tayyor holatda turibdi. Hozir tenderlar masalasi keluvchilar bo'lsa ishlab chiqarishga kiriladi degan narsa bilan. Shuning uchun ishlab chiqarishda qiyinchiliklari bor. Nimalar? Birinchi infrastruktura. Shuning uchun hozir stabil o'sha elektr energiya masalasi qo'yiladigan bo'lsa va talablarga javob beradigan standartlar masalasi. Ya'ni xom ashyolarning hammasalariga javob berish kerak. Bozor. To'g'ri, O'rta Osiyo 80 millionga kiryapti. O'zbekiston zotan mana platformamiz ham muhim, 80 million aholi bor degan. Lekin GDP per capitaga qarash kerak. Yaponiyaning sifat masalasi sotib olamiz. Xitoyning u yerda arzon mahsulot turibdi-da. Ya'ni Yapon brendi ham qiynalyapti bu yerda kirib borishga. Shuning uchun bu tarafdan mana bu aholini o'rta qatlamni soni ko'pmi yo'qmi? Boylar bo'lishi mumkin. O'rta qatlamni soni ko'p degan narsaki bu nimada? Mashinasozlik masalasi bo'ladigan bo'lsak, GMdan keyin hozir Chaval, Haval, Chevy, BYD ishlab chiqarishdan tashkil qilyapti. Bu Yaponiya hozir qayergadir avtomobilsozlik ishlab chiqarish masalasidan ko'ra o'zida hayot-mamot masalalari bo'lyapti. Shuning uchun bu sohada ham bozorga kirib borish masalasida O'zbekiston marketi hali ko'rilmayapti deb o'ylaymiz, lekin o'sha infrastruktura ham muhim. Malakali ishchi masalasi ham bor-da, misol uchun kelgandan keyin ularni tayyorlash masalasiga ancha vaqt ketadi. To'g'ri, bu kadrlar masalasi ham bor. Shuning uchun lekin ham infrastrukturani, undan keyin endi oldin masalasida ko'proq yopiqlik, korrupsiya masalasi qo'yilardi. Bu bo'yicha O'rta Osiyo, ya'ni O'zbekistonda juda katta o'zgarishlar bo'lgan bu sohada. Shuning uchun bu yo'llarni ochilishiga beryapti. Va tezlik bor ekonomikada. Mana shunga nisbatan Yapon tadbirkorlarida qiziqish yuqori, lekin ishlab chiqarish masalasi zotan hozirgi mana logistika masalasi hal qilinishi kerak. Ya'ni undan oldingi masalalar turibdi-da. Shuning uchun bu safargi narsa senga alohida qarab yana bitta masala bor. Endi biz nimadan oldin o'sha prezident tashriflaridan oldin o'sha raqam texnologiya vazirligi nimasi Sherzod Shermatovich bilan nimada suhbat bo'ldi biroz har xil mavzularda va o'sha IT park masalasida ularda qanaqa proyektlar olib borilyapti degan masalalar. O'shanda ishlab chiqarish bo'yicha ishlab turgan vatandoshlar endi biz kompaniya olib kirmoqchimiz boshqa degan narsa bilan takliflar kiritishga harakat qildi. Lekin u yerda aytdi-da, u sizlarning ishlaring dedi-da. Ya'ni sizlar kompaniya olib kirasizlarmi, u yoqda ishlab chiqarasizlarmi? U boshqa narsa. Bizning asosiy maqsad dedi, bu yerda nima qilayotgan narsa dedi. Biz eksport qilish dedi. Misol uchun ishchilarni eksport qilish deganlarda malakali ishchilarni, aytishniklarni aytaylik, IT muhandislarni nimalarni. IT sohasida ham yoki boshqa sohalarda ham yana bitta muammo, kadrlar masalasiga alohida to'xtaldi. Zotan misol uchun o'sha 121 ta bo'ladigan bo'lsa 60 ta 50% ga bularni bizni kompaniyamiz yoki biz qilayotgan servislar bo'lmasa yoki O'zbekistondagi o'zgarishlar bo'lmasa bu natijaga erishib bo'lmasdi. Shuning uchun mana shu yerdagi vatandoshlarni yoki umuman mana shu O'zbekistondagi kompaniyalarni ham Yaponiya bilan muloqot qila oladigan, xuddi mana hukumat hozir o'zi xarmatlar qilgan holatda qila olayotganda biz ham qila olishimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Buni ham nimasi bor? Ya'ni O'zbekiston bilmaydilar, O'zbekistondagi imkoniyatlarni bilmaydilar yoki misol uchun men Yaponiya bilan o'zim ham savdo qilib bilaman, ham bu narsalar kompaniyamiz bor. IT park ayrim berayotgan offshordagi va'dalari bor. Naloglar, imtiyozlar unchalik Yaponiyaga qiziqarli emas. O'zim aytaman. Chunki Yaponiyada kompaniya miqdordagi nima bo'lib tuyuladi. Imtiyozlar zo'r narsa, lekin Yapon kompaniyasi juda ham muhim narsa emas. Undan ko'ra boshqa biz IT sohasidagi boshqacha reklamalarni ham qilish kerak. Bu muhim, lekin nimaga desa, bizni soliq tizimimizda
bu yerda soliqlar yuqori bo'lishi mumkin, lekin buxgalteriya hisob qismlari farqli. To'g'ri. Bu tajribamiz bor, ko'ryapmiz-da. O'shaning uchun shunga mana bu yerdagi birinchisi o'sha bridge bo'ladigan vatandoshlar deb aytamizmi-da. Bunda mana shu biznes forum boshqalarida ishtirok etayotgan vatandoshlar soni kam. Bularga yanada alohida e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Ya'ni mana shu nimada 120 tani ichida biz 60 tasiga o'sha servis xizmat ko'rsatgan bo'lsak, undan tashqari yana 15-20 sini ham bilaman, yana vatandoshlar olib borgan loyihalar-da. Shuning uchun bu yerda shu yerda yurgan vatandoshlar yana faol bo'lgan holatda bu hamkorlikni yanada rivojlanishiga ishlab chiqarish masalasida ham bo'lishi mumkin. Migratsiya ham shunga baribir o'sha malakali kadrlar kelgandan keyin borishi mumkin. Shuning uchun Yapon kompaniyalari kirib borsa, biz qanchalik kadr ta'minlay olamiz degan kadrlar masalan misol uchun aytaylik IT sohasida ham, AI sohasida ham O'zbekistonda hozir oxirgi paytlarda aytaylik mutaxassislar universitetni bitirib turib, ma'lum bir aytaylik kodlash va shunga o'xshagan aytaylik malakaga ega bo'lib qolishdi. Haqiqatan logistika masalasi, misol uchun Amerikadagi logistik kompaniyalarga dispetcherlik qilish O'zbekistonda turib degan masala. Bu sezilarli darajada nima deydi, bu yoq pul kirib kelishiga, pul oqimi kirib kelishiga nima bo'ldi, turtki bo'ldi. Lekin Yaponiya boshqa masalada. Yaponiyada o'ziga balki ingliz tili emasda, ya'ni yapon tili masalasi bor bu yerda. O'shanga madaniyat IT sohasida ham o'ziga yarasha, ya'ni bular uchun kerak bo'lgan nizlarni topishimiz kerak. Ishlab chiqarish masalasida ham nima uchun Yaponiya, Yapon ishlab chiqaruvchi O'zbekistonda ishlab chiqarish kerak degan narsa, bularga ishlab chiqarishga demak o'sha takliflarni qanaqa holatda bularni rozi qila olamiz degan narsa yana bitta yo'nalish. Ularni O'zbekistonga kirayotgan paytdagi o'sha kirayotganlarni qiyinchiliklarini ko'rgan holatda nima yechimlar bera olamiz degan narsa. Bu umuman aytganda bitta narsa aytish kerak. Ya'ni bu safargi farmashni O'zbekiston xalqiga qancha foydasi bor degan jihatdan qarasak, hukumatlar ajoyib harakatlar qildi. Bulardan bittasi zotan elektr energiyani barqaror bo'lishi va o'sha ekologiya jihatdan toza bo'lish masalasi Yaponiya texnologiyasi. Eng dolzarb masala o'tirdi. Shuning uchun bu yerdagi kelishuvlarning ko'pisi bu narsa. Yoki aeroport masalasi ham, shifoxona masalasi, tibbiyot sohamizda eng katta og'riqli muammolardan bittasi. Bu sohada ham o'sha davlat xususiy sherikchilik masalasi joriy qilayotganda agar Yaponiya buni masalasini olib borsa juda katta loyiha bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni bu sohada ham. Shuning uchun bu yerda xalqni foydasini o'ylagan holatda bu narsalar bor. Ya'ni migratsiya ishga kela olishi, qo'shimcha daromad deymizmi? Yangi ish joylari, ya'ni Rossiya yoki Qozog'iston, Turkiya emas, yangi demak regionlarni ochish masalasi bo'yicha xalq manfaatiga foydasi bo'ladigan narsalarga alohida qaraldi, ya'ni e'tibor berildi. Endi o'sha boya biznes harakat qilish kerak bo'lgan narsalar bor. Biz o'sha ishlab chiqaruvchilarni Yaponiya nima uchun O'zbekistonga yoki O'zbekistonda bu narsalar sotilishi kerak, yoki O'zbekiston ishlab chiqargan narsa boshqa regionlarga sotilishi kerak degan narsa bor. Shuning uchun bu yerda hali ishlashimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Shuning uchun biz aynan qaysi ishlab chiqaruvchi borishi kerak degan narsani ham bilmaymiz, to'g'risi. Ya'ni nima kutyapmiz? Shuning uchun yapon bozori misoliga ham o'rganishimiz kerak. Bu faqat davlat masalasi emas, think tanklar aynan qaysi ishlab chiqaruvchi kim borishi kerak degan narsagacha biz ham ularni yaxshi bilmaymiz. Ular ham bizni yaxshi bilmaydi. Mana shu qismda yana davom qilish kerak bo'ladi. Bu safargi sammitda O'zbekistonlik vatandoshlarimiz necha kishi o'sha sammitda ishtirok etdi va o'sha biznesdagi insonlarmi yoki bo'lmasam yapon kompaniyasida ishlab, ya'ni xodim sifatida ishlaydigan vatandoshlarmi va ularni bu kelajakdagi o'sha rejalarga ta'sirlari qanaqa? Bu haqida nima deb o'ylaysiz? Xo'sh, umumiy ikkita kishongi o'sha forum O'zbekiston, Yaponiya, keyin O'rta Osiyo, Yaponiya deb aytadigan bo'lsak, birinchi yapon kompaniyalari aynan menimcha 30-40 yillikdanmi aynan O'zbekiston bilan aloqasi bo'lgan kompaniyalar taklif qilingan ko'proq. U yerda ham yirik kompaniyalar, Sumitomo, Toyota yoki biladigan o'sha mashhur Itochu, Marubeni, Sojitsu va shunga o'xshagan yirik savdo kompaniyalari asosiy o'shalar ishtirok etgan holatdagi biznes forumni ko'rishimiz mumkin. Bular bilan kelishuvlar masalasi bo'lgan. Va shu yerdagi demak kompaniyalarda ishlayotgan aloqasi bo'lsa loyihasi. Bilasiz, yapon kompaniyasida agar u o'zbek bo'lsangiz ham, bu kompaniyada ishlayotgan bo'lsangiz ham, siz o'sha O'zbekiston bo'layotgan loyihaga o'sha Mitsudami qayerda ishlaysiz bo'lmasa ishtirok ettirmaydi degan holat bor shu. Undan tashqari bu nimada O'zbekistondan menimcha 45 tami shunaqa tadbirkor
kelishi kerak edi. Bular qanaqa hammasini tanimayman. Ayrimlar bilan tanishdik, Yaponiya bilan qanaqa biznes qilyaptimi bor, detalini bilmayman. Bu shuncha O'zbekistondan menimcha tanlanib kelingan Yaponiya bilan tadbirkorlik biznes qilmoqchi, lekin bu safargi nima matching qismi yo'q edi-da, to'g'risini aytay. Ya'ni matching qismi yo'q edi va yirik kompaniyalarda O'zbekiston bilan aloqasi bo'lgan, shuning uchun tadbirkorlik ishlab etish formatidan B2B yo'q edi. Ko'proq bor o'sha loyihalarni tanishish imkoniyati bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Lekin O'zbekiston vatandoshlaridan bu yerga ishtirok qilish formati yo'q edi, chunki ikkinchi qismida buni METI tashkil qildi. Ya'ni Yaponiyaning ekonomika vazirligi, ekonomika va savdo vazirligi tashkil qildi. Aynan Yaponiya O'zbekiston bilan aloqasi bo'lgan, O'rta Osiyo bilan aloqasi bo'lgan kompaniyalarni taklif qilish bo'ldi. Biz ham o'sha yerda loyihamiz bo'lganligi uchun O'zbekistonda o'sha kompaniya aloqasi bilan ishtirok etdik. Birinchi qismida demak deyarli u yerda rasmiy holatdagi ishtirok masalasi yo'q edi vatandoshlarni. O'sha O'zbekiston bilan aloqa qilayotgan bir necha vatandosh ishtirok etgan bo'lishi mumkin. Men ham birinchi qismida ishtirok etmadim, ikkinchi qismida ishtirok etdim. Shunga O'zbekistonda IT sohasida yoki o'sha savdo kompaniyalari ishlayotgan demak 2-3 nafar yoki advokat xizmat qilayotgan 4-5 o'zbek bo'lishi mumkin. Ya'ni Yaponiyada mavjud vatandoshlardan aytyapman. Shuning uchun bu format kelajakda bu yerda kimlar ishtirok etgani O'zbekiston uchun foydali degan narsada o'ylab ko'rsa bo'ladigan masala deb o'ylayman. Hozir mana ajoyib suhbat bo'ldi. Endi bunga javob sammiti 2 yildan keyin Qozog'istonda bo'lishi kutilyapti. U yerda qanaqa mavzular ko'tarilishi mumkin yoki qanday mavzuda bo'lishi mumkin undan keyingisi? Endi bu safar kelishilgan masalalar bor. Shulardan bittasi eng katta masala menimcha bu Kaspiy o'sha transport yo'li. Bu bo'yicha loyihalar menimcha yo'lga tushib, zotan bilan mana bir o'sha makan bir yo'l masalasi bo'yicha ham chegaralar, ya'ni Xitoy-Qirg'iz yo'lidan. Zotan bu Kaspiy yo'li ham Xitoy orqali o'tadi. Xitoy orqali o'tib, Qozog'istonni o'tib Kavkazga. Shuning uchun bu bo'yicha o'sha amaliy demak qadamlar boshlansa kerak deb o'ylaymiz. Ya'ni 2 yil ichida kamida boyagi transportlar yoki moliya masalalari kimlar ajratadi, qanaqa ajratiladi degan masalalar ko'rib chiqilsa kerak. Shuning uchun zotan O'zbekiston taraf ham prezidentimiz ham bu formatni davom qildirish kerak degan taklifini qildi. Shuning uchun bularni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kelishilgan narsalardan bittasi yoki hozir bu safar imzolangan MOU'lar bor. O'sha aloqa sohasida, demak aeroport sohasida, shifoxona sohasida kirishlar masalasi bor. IT sohasi deb aytamizmi? Bularni demak o'sha xulosasini ko'rish 2 yil ichida qanaqa formatda keladi degan narsada bor. Va o'sha green energy masalasi bo'yicha nimalar bo'ladi, stabil o'sha green masalasi, keyin data centerlar masalasi ham zotan bor edi, o'sha aloqa masalasi bo'yicha bu yerdagi kelishilgan masalalarni ko'rish mumkin bo'ladi va birinchi nima bo'ldi-da, ya'ni bu format bo'ldi, O'rta Osiyo sifatida bir narsaga erishish. Shuning uchun buni birinchi mevasini 2 yildan keyin bir tarafdan ya'ni follow up uchun muhim edi. Buni ko'rishimiz mumkin kelishilgan. Keyin AI masalasi bo'yicha. AI rivojlanishi o'sha markaz qilobilarni qanaqa qilinadi, buni ham balkim o'sha 2 yilgacha shakllantirish masalasi bo'lsa, bularni ochilishlarini ko'ramiz. Yoki o'sha Kaspiy yo'lini lenta qirqish holati bo'ladimi, birinchi qismini qo'yishadimi, ungacha loyihalar taman-toqlarni qo'yishadimi? Shu keyin resurslar, inson resurslari masalasi. Inson resurslari masalasi, ya'ni migratsiya masalasi holatda ko'rilmadi bu safar, umumiy. Ya'ni o'sha kadrlar almashish, malaka oshirish universitetlar masalasi bor. Shuning uchun O'rta Osiyo Yaponiya universiteti ochiladimi yoki O'zbekiston Yaponiyami? Chunki O'zbekiston holat rektorlar bilan uchrashgan payti, ya'ni Tsukubani filiali ochiladi degan masalalar bo'lindi yoki ikkita universitet bilan O'zbekistonda yangi Yaponiya universiteti ochilish degan narsalar bo'ldi. Shuning uchun misol Japan Digital University ham o'tgan safargi loyiha edi. Hozir mana talabalar 600-700 ta odam o'qib Yaponiyaga ishga ketyapti. Shuning uchun bu ham yangi bir mana universitetni O'zbekiston tarafining holatida ham natijalarini ko'rish mumkindir. Bu narsa, ya'ni 2 yildan keyin Qozog'istonda bu safar unda ishtirok eta olamiz yo'q bilmadik. Zotan lekin bu 2 yil degan narsasini plus minuslarini aytay. O'zbekistonga Yaponiya taraf davlat tashrifi 2 yilga kechikdi degan narsa bo'lmasa bo'ldi deydi-ku. Chunki zotan oxirgi tashrif Abe paytida bo'lgan, Shinzo Abe paytida rahmat deb aytsak bo'lardi o'zini ishlatsa. Keyingisi bu borilishi kerak edi, kishida borilmadi.
mana bu bilan hisoblaydigan bo'lsak deyarli 11 yil bo'lib ketadi viza ochilish. Biz bu safargi umuman O'zbekistonnikini holatida ham davlat tashrif bo'lmasa ham juda katta natijalarga erishildi deb o'ylayman. Yuqori darajadagi tashkil etilgan davlat rasmiy tashrif bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun 2 yil ichida yana bir marta O'zbekiston tashqi siyosat sifatida Yaponiya bosh vazirining O'zbekistonga tashrifini tashkil qilsa zo'r, 2 yilga qolib ketmasin deymiz. Bu yana shu mintaqadagi nimaga ham borib taqaladi. O'sha agar misol uchun tinchlik bitimiga erishiladigan bo'lsa Ukraina bilan Rossiya o'rtasida vaziyat biroz o'zgarishi mumkin, ya'ni ahamiyati o'zgarishi mumkin. Lekin umumiy ma'noda menimcha hozircha tugadiganga o'xshamayapti. O'shanga Transkaspiy yo'l masalasi eng dolzarb mavzuligicha qolsa kerak deb o'ylayman men. Hammaga katta rahmat. Bugun podkastimiz juda ham mazmunli bo'ldi deb o'ylayman. Ancha masalalar ko'rib chiqdik prezidentimiz tashrifidan, to Yaponiyaga kirib kelishidan ketguncha bo'lgan deyarli hamma mavzuni ko'rib chiqdik. Qimmatli vaqtlaringizni ayamasdan podkastimizga tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. Keyingi podkastlarimizda ham yana sizlarni kutib qolamiz.